Sizning kim ekanligingiz muhim emas. Muhimi sizning nima ishlarni qilganligingiz. Mumkin bo'lmaydigan faqat birli ish bor. U bo'lsa-mu mangu voz kechmaydigan birni mag'lub qilish. Ba'zilar sizni besaramjon qiladi. Bu chaqda siz menga nima bo'ldi? Men sarang emas-ku deb o'ylaysiz. Mana bu sizning nima uchun o'zingizni chiniqtirib, olg'a ilgirlashni o'rganishingizning sababi. Shundala ichki dunyoingiz mustahkamlanadi. Faqat ichki dunyoingizni yuksaltirishga ahamiyat bering. Amaliyotchilar rahimsiz reallikka yuzlanishdan qo'rqmaydi. Ular ko'zlarini cho'ng ochib, tafsilotni sezgurlik bilan ko'zitadi. Kishilarning nima maqsadi borligiga diqqat qiladi. Kishini jalb qiladigan sirtqi ko'rinishning orqasiga yo'shirilgan qorong'u reallikka diqqat qiladi. Siz sirtning inkor qilishiga, ichki dunyoingizdagi ishkilinishga pisand qilmaslikni o'rganishingiz kerak. Siz o'ylaganingizning bak yolg'iz. Bu qo'rqinishning manbasi bo'lib qolmasdan, balki erkinlikning bulug'i bo'lishi kerak. Siz o'zingizni isbotlab, o'z oldingizga ish qilishni o'rganganda, erkinlikning qanday bo'ladiganligini his qila olasiz. Do'stlaringizning siz uchun to'salg'ularni supurib tashlashiga taqozo bo'lishingizning hojati qolmaydi. Har qanday foydasiz vaziyatni o'zingiz mustaqil holda bartaraf qila olasiz. Bundaq o'ylab baqsangiz bo'ladi. Tayinli bilish osonlik yetildirgili bo'ladigan turmush odati. Biz yashayotgan jamiyat har xil shakldagi yordam bilan ta'minlaydi. Mutaxassislarning yordam talab qila olamiz. Xotirjamsizlikni to'g'ri orqali davolay olamiz yoki xizmat sizning qiyin o'tgandan o'tishingizga yordam beradi. Buni rad qilish nihoyat qiyin. Biroq agar siz bosh egsangiz, u xuddi turmiga o'xshash bir kirsingizda qaytib chiqolmaysiz. Siz to'xtamasdan sirtni yordam talab qilasiz. Bu sizning tanlash va yoshurun iqtidoringizni joriy qildirishingizni ig'ir darajada cheklab qo'yadi. Navoda taqobil turg'il bo'lmaydigan kuchlarning ushtimtit zarbasiga uchrab, o'zingiz mustaqil qaror chiqarishga majbur bo'lganda, yeningizda tayinadigan hech qanday odam qolmaydi. Biroq oxirida eng muhimi sizning qanday kishilik turmush nishoningizning bo'lishi.